Ha, yaxshimisilar ko'pchilik, men sizlarni tanishtirishmay. Sen Istanbulmi? Bugun sizlarga lazerga qo'yishni ko'rsatib qo'ygan, ham ma'lum lag'man sening go'shini birlashni bir ko'rsatib qo'y deb chiqdim. Ha. Buni men bir xuyizu ustamda o'rganib olgan, ha. Bu endi asosda pek o'xshib ketmaydi, lekin foydalanib qolsanglar bo'ldi, ha. Biz oz miqdorda kalgo'shini mana misol to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Ha, buningga biz bir qo'shiq chika, bir qo'shiq jijing, ya'ni yarim qo'shiq xo'jaomen, kavolchi buni beramiz, ha. Undan boshqa buningga oz miqdorda xovyo. Bundan bek chiqib berib bo'lmaydi. Oz miqdorda xovyo beramiz. Buningga ikkisim tuxumdan bir necha qilamiz, ha. Biz miqdorini o'zimiz qalab, oshirib qilsak bo'lardi, ha. Masalan, dardaman deymiz, tuxum deymiz. Shunaqa miqdorini o'zimiz azroq oshirib bersak bo'ldi. Buni ravs aralashtiramiz, ha. Buni ravs aralashtirib, mana hamma dardaman tuxum narsa aralashib bo'lgandan keyin buningga oz miqdorda suv beramiz. Tabiiy suv ham bu. Tabiiy suv bir bo'lgandan keyin yana bir aralashtirib, buningga yani az miqdorda lavcho jon yo'q yurasanlar bo'ldi, yoki qo'ngsho jon yo'q deymiz. Bundan kichikdan bir yutimiz, go'shtning rangi na chiroyli chiqdi. Mana aralashib, mishalat kelganda az miqdorda kraxmal. Bundan az miqdorda bir yutimiz zikr versak chiqib qoladi, ha. Mishalat chiqib bo'ldi go'sht. Endi yaqto'g'anlab foydalanib qolsanglar bo'ldi, hamsa men qo'rishni ko'rsatib qo'yamsa. Ketdik. Avval qozonga az miqdorda yog' qo'shib olamiz, ha. Mana yog' miqdori qizg'andan keyin bizdan bellab turgan kalgo'shni solamiz, ha. Mana qalana chaplashmaydi bu go'shtlar mana. Nocha shunda. Mana go'shtni zalab mishalat kelgan vaqtda suzib berib olsak bo'ladi buni, ha. Go'shtni hargiz cho'ylab to'klatmaymiz, qasanda qilamiz, ha. Buningga biz tayyor qilib olgan so'ng piyozni solamiz. Yana yarim qo'shqdan azroq xo'jaomen beramiz. Hayt mizlik chiqdi mana bu. Buni ravs ko'rib qurib chiqaramiz, ha. Buni qurga ravs chiqgandan keyin sho'xni solamiz. Endi sho'xni ravs ko'ramiz, ha. Nechun biratlar? Lazroq sho'x solamdi. Lag'man sening asos qilish sho'g'il o'xshittirdi shu. Kanalga mana rangini bor. Sho'g'ilni tepgandan keyin rangi o'zgarib qoldi mana bu. Muqtar ko'rib olgandan keyin o'zimizdan chanab tayyor qilib olgan lapiz bo'lsin bo'ladi, qizilmish qo'yan bo'lsin bo'ladi. Shuningdek, ishkera qo'shib atrofga berib o'tsak bo'ladi, ha. Endi mana bizning lazim salamiz. Buningga namat shurpulab qolsa, shurpidan bir tushimish ta'sir bo'lsa, shurpulmay qolsa, tabiiy suv ham bo'lardi. Mana go'sht. Endi buni ta'min tashlaymiz-da. Buningga 1,5 qo'shib tuz, 1 qo'shib bejing, 1 qo'shib jijing, yana 1 qo'shib xo'jaomen. Xo'jaomenni silib o'rtaganlar turlaslar. Na yeyishdi, ha. Mana. Qo'ynimda. Mana eng oxirida qaynab mana buningga bizdan tayyor qilingan samsaqni oz miqdorda achchiq suvni beramiz, mana achchiq suv. Chiqqina o'raymiz, asablan urganda. Yo'q. Mana lag'mannim ajoyib karomatli o'tibdi. Mishtalam sepiramiz. Mana. Qalanglar mana suyim yetishdi. Shunday yeyishlik ekan. Mana go'shtig'im qalanglar mana. Mana go'sht nayt yumshoq pishdi o'jman ekan. Emsa ugnalganlar gonjo qilib sho'san qilishni tutqinmanglar, ha.